Toshkent viloyati hokimligining investitsiyalar va savdo boshqarmasi bosh mutaxassisi, Toshkent shahrida xususiy amaliyot bilan shug'ullanuvchi notarius yordamchisi, 1980-yilda tug'ilgan realtor va 1996-yilda tug'ilgan shaxs o'zaro til biriktirib, tadbirkorlik bilan shug'ullanmoqchi bo'lgan fuqaroning ishonchiga kirishadi. Ular Chirchiq shahrida joylashgan va ulgurji savdo bilan shug'ullanuvchi mas'uliyati cheklangan jamiyat balansidagi 8,5 gektar yer maydonini fuqaroga 6,800,000 AQSh dollariga sotish hamda ushbu hududga elektr, gaz ta'minoti, oqava suv yo'llarini o'tkazish uchun texnik shart va ruxsatnomalar, shuningdek qurilish ishlarini amalga oshirish uchun tegishli ruxsatnoma olib berish evaziga 500,000 AQSh dollari, jami 7,300,000 AQSh dollari talab qilishadi. Nima maqsadda oldingizlar pul? Yer sotib beramiz. Qanchada o'sha miqdori pul? 16 pochka qo'ydilar, sanab olaydi. 16 pochka. Pul qayerda turibdi? Mashqlar. Davlat xavfsizlik xizmati, Ichki ishlar vazirligi va iqtisodiy jinoyatlarga qarshi kurashish departamenti xodimlari hamkorligida poytaxt hududida o'tkazilgan tezkor tadbirda ular so'ralgan pul mablag'i hisobidan 160,000 AQSh dollarini olgan vaqtlarida ashyoviy dalillar bilan ushlandi. Hozirda mazkur shaxslarga nisbatan Jinoyat kodeksining 168-moddasi 4-qismi A bandi va 28 orqali 211-moddasi 3-qismi A bandi bilan jinoyat ishi qo'zg'atilib, tergov harakatlari olib borilmoqda. Boshqa holatda esa Toshkent shahrida yashovchi 1986-yilda tug'ilgan fuqaro 2022-yilning oktyabr oyida maishiy xizmat ko'rsatish shoxobchasi qurish maqsadida Yashnobod tumanida joylashgan 80 kvadrat metr yer maydonini e-auksion dasturi orqali yutib 49 yil muddatga ijaraga oladi. Ammo turli sabablarga ko'ra qurilish ishlari to'xtab qolib, yer maydonidan uzoq muddat davomida foydalanilmaganligi bois joriy yilning sentyabr oyida Yashnobod tumani hokimligi tomonidan ijara shartnomasini muddatidan oldin bekor qilish bo'yicha fuqaro sudiga da'vo arizasi kiritiladi. Lekin tadbirkor tomonidan asoslantiruvchi hujjatlar taqdim etilgach, sud uning foydasiga hal qiluv qarori qabul qiladi. Sud jarayonlarida da'vogar sifatida qatnashgan Yashnobod tumani hokimligi bosh yuristkonsulti esa o'z xizmat mavqeyidan foydalanib, sudning hal qiluv qarori ustidan apellyatsiya shikoyati bermaslik evaziga tadbirkordan 5,000 AQSh dollari talab qiladi. Qayerda kim bo'lib ishlaysiz? Hokimiyatda ishlayman. Qaysi hokimiyat? Yashnobod. Kim bo'lib ishlaysiz? 40 dona 100 AQSh dollarlik, jami 4,000 AQSh dollar. Davlat xavfsizlik xizmatining Toshkent shahar bo'yicha boshqarmasi xodimlari tomonidan Bosh prokuratura huzuridagi departamentning shahar boshqarmasi bilan hamkorlikda o'tkazilgan tezkor tadbirda hokimlik bosh yuristkonsulti ta'magirlik yo'li bilan 4,000 AQSh dollari olgan vaqtida ashyoviy dalillar bilan ushlandi. Hozirda unga nisbatan Jinoyat kodeksining 210-moddasi 2-qismi V bandi bilan jinoyat ishi qo'zg'atilib, qamoq ehtiyot chorasi qo'llanildi.